Bizni materiallarimiz eng zo'ri, qolgan hammasi tufta degan gap bizda umuman yo'q. Har bitta materialni o'z o'rni bor, joyi bor. Assalomu alaykum aziz hamshahrilar, barchangizga kuningiz xayrli bo'lsin. Biz sizga taklif etayotgan mana bu materiallarimiz egiluvchan yopishtiriladigan toshli material hisoblanadi. Bu material qumsuvoq qilingan yoki kafilni kley tortilgan devorlarga o'zini maxsus kleyi yoki bo'lmasam kafilni kley bilan yopishtiriladi. Nima uchun yopishtiriladi va buni qanday afzalligi bor? Materialni sifatiga qarab 2-3 yillardan keyin fasadlar, devorlar har xil rangi o'zgarib ketyapti, ola-bula bo'lib ketyapti, yorilishlar paydo bo'lyapti. Ana shu yorilgan joylardan esa nam kirib turib, ana o'sha yerdan fasadlar buzilish holatlari kuzatilyapti. Aynan mana shu juda ko'p tarqalgan ikkita muammoni oldini olish uchun mana bu egiluvchan tosh 100% yechim bo'la oladi, chunki bu material yopishtiriladi. Devorlardagi yoriqlarni ushlab turishga kuchi yetadigan material, rangi esa umuman o'chmaydi. Biz bunga 10 yil kafolat beryapmiz. Agar siz ham fasad qilayotgan bo'lsangiz, bu egiluvchan toshlarga albatta qiziqing. Xohlasangiz yaqindan kelib uch qo'lingiz bilan ushlab ko'ring, qilgan ishlarimizni ko'rsatamiz. Agar sizga manfaatli bo'lsa, biz ham xursand bo'lamiz. Rahmat, sog' bo'ling.